Assalomu alaykum. Ikkinchi pozitsiya Luklik Malibu sotuvda. Eng qizig'i yili 2015. Texpasport ham 2015. To'liq ma'lumotni albatta aytib o'taman. Shamol bo'lyapti. Agar ovozim yaxshi eshitilmay qolgan bo'lsa, описаниеda barcha ma'lumotni yozib qoldirgan bo'laman. 3-pozitsiyaning diskalari taqilgan. Undan tashqari shinani podyomiga ahamiyat beramiz. 60 taqilgan ekan. Krilon ichi to'lib turibdi. Bunda siz yumshoq yurasiz. Ko'pchilik 45-50 taqadi. Ular nisbatan qattiq bo'ladi. Mana bu esa yumshoq. Kraskasi o'zi bilinayotgan bo'lsa kerak. Mana shu orqa eshikda, kriloda ikkita krilosida bor ekan. Metan gazi bor. Metan gaz yaxshi qo'yilgan. Qarang, ancha ichkarida. Ko'p ustalarga ahamiyat berganman. O'rtaroqqa qo'yib qo'yadi. Buniki yaxshi ekan. Xo'p, zadniy vid kamera qo'yilgan ekan. Salon holati. Chexollar taqib qo'yilgan. Luk bor. Mexanika bo'lsa ham, bular korobkasi 6 talik bo'ladi. Ko'pchilik biladi, Malibuning ishqibozlari. Yurgani 242 ming bo'pti. Hamma Malibu demayman, ko'p Malibularda hozir probeg 160, 170 shunday-ku. O'shalarni ham tekshirsangiz, asli probegi 200 dan oshgan bo'ladi. Endi hammasi shunaqa demayman. Xullas, salon holatlari ham emas. Yili 2015 bo'lgani uchun 11500 so'rashyapti. Telefon qilib savdosini qilasiz, albatta kami bor. Agar siz musofir yurtda bo'lsangiz, mana shu nomerlarda Telegram ham mavjud. Telegramdan yozish imkoniyatingiz ham bor. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kimda-kim Malibu izlab yurgan bo'lsa, bu videoni albatta tashlab qo'ying. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa shunga o'xshagan mashinalarni o'tkazib yubormaysiz.